Assalomu alaykum hammaga. Bugun bizlarda Cherry Arizo 6 Pro. Bu 4-pokoleniya gaz qo'ydirib kelibdilar ekan. Propusк zajganiyalari bo'lib cheklar yonib o'chib yotibdi. Bularda propusк zajganiyani ko'rsa avariy rejimga o'tadi, qaltirab qoladi. Mashinani bir o'chirib yoqqandan keyin yana joyiga keladi. Hozir shuni xudo xolosa programmasini чтение qilib turibmiz. Чтение qilib, korrektirovka qilib, bizlarda buni chip tuning moduli ochilgan. O'zini propusklarni o'chirib, cheklarni o'chirib, chotki qilib yasab, qaytarib urib beramiz. Gazlarni ham tuzib beramiz, siltab turgan ekan. Kimga shunga xizmatlar kerak bo'lsa, kelaverasizlar. Cherry G-Tower hammasida bor programmamiz. Xitoy mashinalaridan programmirovание xizmatlarimiz bor. Kelaverasizlar. TPMSlarni o'chirib beramiz, cheklarni stage 1 уровеньda gazga moslab yo 80 benzinga moslab programmalarni ham yasab beramiz. Kelaverasizlar. Agar ustalar bo'lsa, programmalarni ko'chirib tashlasangizlar, ustalar ham yasab beraveramiz programmasini. Hozir doi postlaysini qo'yib boramiz, xudo xolasa. Hozir stage 1 уровеньda programmasini qildik. Programmani qilgandan keyin hozir test drive'ga chiqdik. Gazini regulirovka qildik, ko'rganlaringizdek chotki qilib. Hozir haydab ko'ramiz. Egalari plavniy bo'lsin deb aytdi, shuning uchun shuni moslab yasadik. Hozir uncha bosadigan beda imkoni yo'q. Normalniy bosib haydab ko'ramiz. Bir qo'limda telefon sababi. Metanda yurishim, mashina chiqib qoldi oldimizdan. Ko'rdingizlar, pedal где-то 40% bosilib turgandek yurishi. Xitoy mashinalaridan programmirovание xizmatlarimiz bor. G-Tower Cherry motorlarini stage 1 уровеньda programma yozib beramiz va gazlarini regulirovka qilib beramiz. TPMSlarni ham o'chirib beramiz, kelsangizlar, yonib turibdi hozir. Tak. Hozir benzinda ko'ramiz. Tak, benzinda yurishlarni ko'rib o'tamiz. Nereden taralıyım? Bizim köy aramızda olsa biliyorum abi. Pedal 40% bosilib turibdi, shuni e'tiborga olasizlar. Bu benzinda yurishi, benzin gazini ham tuning qilib programmani yasab o'zimiz urdik, xudo xolasa. Propan, metan 80 benzinga moslab beramiz, farqi yo'q. Lekin 80 benzinga moslaganimizda metan bo'lmasa, moslasa bo'ladi 80 benzinga. O'zi metan bo'lsa 80 benzinga moslab bo'lmaydi. Propan bo'lsa ham 80 benzin, ham propanda zo'r yuradigan qilsa bo'ladi. Metan bo'lsa iloji yo'q. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, Xorazm Chip House'ga Bog'ot sentrindagi joylarimizga kelaverasizlar. E'tiborlaringiz hammaga rahmat, sog' salomat bo'lasizlar.